Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi ulovlarimiz tayyor bo'ldi. Hop, bunisi молочный oq rangi. Bunisi mana qora rangi, qorangisi. Qora ranglisiga gold gul taxtalari bilan bezak berilgan. Bunisiga молочныйga karishli gul taxtalari, ham o'zicha qilib sepilgan mana dekorlari. Dekorlari ham o'zicha qilib sepilgan, xudo xolisa o'ta chiroyli chiqdi. Hop, bu ulovlarimiz razmeri 430 ga 230 bo'ladi. Komplekti 3 ta tumba, 4 ta yostig'i bor. Xon taxtasi ham bo'ladi. Hozir xon taxtasini olganimiz yo'q. Xon taxtasi ham bo'ladi. Bunisida ham shunaqa. 430 ga 230, 3 ta taburetka, 4 ta polishi bor. Orqalari ham o'zini materialida yopilgan, bir xil qilib. Ikkalasiniga ham. Xudo xolisa. İçlari 100% sasna yog'och, pampers, prujina mosidinalari ham polni 22 pilot machalga bosilgan. Xudo xolisa baquvvat qilib ishlangan. Bunisi ham orqalari o'zini materialida yopilgan. Hop, mana tomonda dekorlarni ham ko'rsam bo'ladi. Chiroyli qilib ishlov berilgan dekorlari ham. Bunisini mana gold. Orqalari ham o'zining materialida, bunisi ham o'zining materialida yopilgan bir xil qilib, xudo xolisa. Hali ocha-joyi to'g'ri kelib qolsa ham ko'rinib, puni bo'lib turmaydi. Noshkalar ham atay baland noshka qo'yilgan, taylariga chang bo'lsa yo bir narsa tushib ketsa tozalagani oson bo'ladi. Tagiga narsa tushsa ham xudo xolisa olib tozalashga, pilisos qilib tozalagani oson bo'ladi. Shuning uchun baland noshka qo'yilgan, bemalol taylari baland turadi. Tozalab narsa tushib ketsa olgani qulay. Orqalari ham to'liq dipida yopilgan, xudo xolisa. Shakllariga ham e'tibor berasizlar. Xudo xolisa baquvvatligi ham baquvvat, bemalol men o'zim 90-95 kilo bemalol ko'taraveradi. Xudo xolisa behijolat. Garantiyalari bor, garantiyalarni beramiz. Hop, sinishiga, cho'kishiga xudo xolisa 5 yil garantiya beramiz. 5 yil ichida sinsa, cho'ksa besplatniy restavratsiya qilib beramiz yoki yangisini tayyorlab beramiz. Xudo xolisa behijolat aloqa chiqaverasizlar. Kimga shunaqa ulovlar kerak bo'lsa, bu ulovlarimizning narxi aksiya narxda 5 million 800 6 millionga sotilgan bu ulovlarimiz xon taxtasi bilan birga. Xon taxtasining razmeri 275 ga 90 bo'ladi. 90-95 shunaqa chiqadi. Bunisiniki ham xuddi bo'ladi. 275 ga 90 bo'ladi. Ikkoviga ham xon taxta qo'yib beramiz. Bunisiga karishli xon taxta tushadi. O'zi asli hozir xon taxtasini olib kelganimiz yo'q. Shuningdek xon taxta tushadi. 5 million 800 6 millionga sotilgan bu ishlarimiz. Hozir vodiy bo'ylab dastavkasi besplatniy 5,5 million so'mdan qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Qolgan viloyatlarga ham kelishtirib, kerak bo'lsa ishni narxidan chepcha tushib beramiz. Yo'l kirasiga yordam bo'lish uchun. Xudo xolisa aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib beramiz. Bunimizda oralariga ham kreplenyalar qatirilgan, haligi bir-biriga ilib qo'yadigan bo'lsa ham oshchanlik, yoqqa surilish boshqa bo'lmaydi. Mana bunisiga ilinadi, bunisi bu ilinadi bunga. Bir-biriga ilinadigan qilib qo'ygan. Hozir streshda turgani uchun, pokovkada turgani uchun ilinmaydi. Hozir ilsak stresh tortib qo'yadi. Shu ilmaganmiz. Xonadonga olib borib o'rnatganda ilib yoki o'zimiz borib vodiychi bo'lsa o'zimiz borib ilib beramiz. Shunda chiroyli qilib ilib, hali ish ham mustahkam joyida turib beradi. Garantiyalari bor, xudo xolisa aloqa chiqaverasizlar.